Zamonamiz texnologik inqiloblar natijasida qulayliklarga ega bo'lib bormoqda. Har tarafda aqlli qurilmalar, gadjetlar. Avvallari ko'chalarda birovlarning hamyoni, kissasini urganlar endilikda bu qilmishini internet dunyosida amalga oshirishmoqda. Eng yomoni bu jinoyatlar bir vaqtda bir necha insonlarning sho'ri qurishiga olib kelyapti. Kiber jinoyatchilar o'z maqsadiga yetishish yo'lida turli xil nayranglarni o'ylab topishmoqda. Ammo ular qo'ygan har qanday tuzoqqa tushmaslikning yagona chorasi bu ogohlikdir. Farg'ona davlat universitetida kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida o'tkazilgan navbatdagi targ'ibot tadbirida viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan shu kabi fikrlar ta'kidlandi. Bu tadbirimiz juda samarali bo'ldi, sababi hozirda juda ko'paygan talabalarni telefonlariga APK fayllar yuborish orqali ularning telefonini boshqarish, ayniqsa talaba qizlarni ularga shantaj qilish masalalari yoki ularga tahdid qilish masalalari nafaqat viloyat balki respublika miqyosida keng tarqalganligi sababli kiber madaniyatni rivojlantirish, kiber jinoyatni oldini olish bo'yicha tavsiyalar berildi mutaxassislar tomonidan va bu tadbirimiz juda samarali bo'ldi. Mutaxassislarga alohida katta rahmatimizni aytamiz. Anjumanda qatnashgan talabalar va ularning ustozlari kiber olamdagi ko'plab xavf-xatarlardan himoyalanish usullarini o'zlashtirdilar. Suhbat davomida kiberxavfsizlik bo'yicha turli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ular orqali shaxsiy ma'lumotlarni qanday himoya qilish va onlayn tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha fikrlarim ancha kengaydi. Shu sababli ham barcha tengdoshlarim, oila a'zolarim va barcha jamiyat a'zolarini ogohlikka chaqirib qolaman. Zero ogohlik davr talab. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan tadbir qatnashchilari ogohlikka va kibermadaniyatni yuksaltirish oyligida faol ishtirok etishga chorlandi. Bu kabi tadbirlarda olingan bilimlardan atrofdagi insonlar va yaqinlarini ham boxabar qilishlari zarurligi qayd etildi.